alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel. Polka kiyganmiz. O'rtada televizor podstavka, bir chekkasi shkaf, yana polkali joylari bo'ladi. Ichiga ishlatgan eski mebellari bor. Shulardan foydalanib devor mebel tayyorlaymiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Ichki qismiga o'zlarining eski displeylardan foydalandik. O'sha jigarrang turganlar o'zlarining eski displaylari. Xo'p, o'rta televizor podstavka, bitta chekka garderob, bitta chekka polkali. O'rtada ham polkalarimiz normalniy qo'yildi. Tayyorib qoldi, ko'rsatib boraman. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Venus laminatdan qildik, aboyga mos tushadigan laminat. Xo'p, o'rtasi televizor podstavka, tepasi ham polka, pasti ham polka. Yana bu tarafi ham polka. Xo'p, batareyani hisobga olingan, bemalol eshik ochiladi. Polka. Oshxona-oshxonalarimiz vakuumli. Xo'p, buni tashqariga chiqishi 48 cm tashqariga chiqarildi. Undan yaqin qo'yish imkoni yo'q edi. O'shanga garderobimiz endi detskiy xona bo'lganligi uchun bemalol 45 cm ichki holat qolgan. Bemalol ilsa bo'laveradi. Oshxona-oshxonalar vakuum, qora turbali ruchkalar. Narxi 4.300.000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz.